To'g'ri, adashmadinglar. Kerakli joyda kerakli videoni ko'ryapsizlar. Instrument tanlashda nimaga e'tibor berish kerak? Fikringlarni kommentariyada yozib qoldiringlar. Ungacha yangi instrumentga ko'rsataman, qaranglar. Kafelchi, mebel chokalar uchun pogrujnoy pilamiz kelgan. Relsining uzunligi 140 sm bo'ladi. Bitta ishlashini ko'rsataman, qaranglar. Rels bor, shunday qotirib olasizlar relsga. Yurishiga qaranglar, yengil. Qaranglar mana. 45 gradus ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Lufti yo'q, to'chni kesib beradi. Qaranglar mana. 45 holatda ham bemalol kessanglar bo'ladi. O'zini bu yerda regulirovkadan ko'rishimiz mumkin. Hozir mana 0.8 ga qo'yganmiz, bitta ko'taramiz. 0.8 ga borganda to'xtaydi mana, qaranglar. 0.8 sm bu yerdan chiqadi. Bemalol mebel deysizlarmi, kafel deysizlarmi kessanglar bo'ladi. Albatta diskini almashtirib yuborasizlar. Bu taxtaga mo'ljallangan. O'zini bu yerda ko'rishlar mumkin. Kronshtaynlari bor. Tekis kesishini ta'minlab beradi bu. Vatiga keladigan bo'lsak, 1200 vatli 5000 оборот minutiga. Zo'rmi? Narxi 999 ming so'm. Mebelchi, kafel chokalar olib ishlatsanglar bo'ladi. So'rab o'tdinglar, mana keldi. Menga temir kesishga kerak desanglar, temir kesadigan variant ham bor. Komplektni o'zini diski bilan chiqadi, qaranglar. Bu metal uchun. Bitta e'tibor beramiz, qaranglar. 185 talik disk tushadi, 1900 оборот minutiga. Vatiga keladigan bo'lsa, 2500 vatli. Moshniy instrumentimiz. 1.755 ming so'm narxi. Kim kerak bo'lsa, pastki nomerlarga murojaat qilamiz. Fikringlarni kommentariyada kutaman.